Ağrıganda yotaman. Ağrımasa içinde ovqat yeb olaman, shunaqa shunchalik o'tkazdim. Xolajon, necha yil og'ridingiz bu kasallikka? Bir 15 yil og'ridim. Og'zimda ochsam ham, gapirsam ham og'riydi. Endi bugun Xudoga shukr, bemalol ovqatlanib nima qildim. O'zim ham yaxshiman, yaxshi ovqatlandim. Abitgacha operatsiya qilishsa, abitdan keyin ilgarigidaqa yuraverar ekan. Sizlar ham mana shu kelinglar, aytaman. Iltimos qilaman, menga o'xshab dard tortib shaharma-shahar yurmanglar. To'g'ri sheka kelib, mana bir kunda davolab qo'yishdi. Yaxshiman. Allohim shu yerdagi doktorlarni, o'g'illarimni tanijonlari sog' bo'lsin. Iloyim, tanijonlaring sog' bo'lsin. Umrlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin. Mana shunday parvoz qilinglarki, parvozdan to'xtamanglar. Omadlaringni bersin. Xudo qo'llaringni yengil qilsin. Xudo sizlarni bizga nima vakil qilib jo'natgan. Mana shunday chiroyli qilib operatsiyalardan hech qanaqa qiynalmay mana o'tdik. Kimni tishi og'risa kelsin. Dunyo turguncha turinglar o'g'lim. Xonadonlaringga tinchlikdan, saharlik, osoyishtalik, fayz baraka bersin. Chop qilib yuraveringlar. Allohim bizdagi bemorlar shifo topib ketishaversin. Allohu akbar. Rahmat katta.